Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingimiz bevosita mamlakatimizda investitsiya muhitini yaxshilash va tadbirkorlik faoliyatidagi byurokratik to'siqlarni tubdan qisqartirishga qaratilgan muhim hujjat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-noyabrdagi biznesni yuritishni hamda litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillar sadalashiga doir navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 214-sonli farmon mazmun mohiyatiga bag'ishlanadi. Farmonni qabul qilishdan asosiy maqsad tadbirkorlarning ma'muriy xarajatlarini 90 milliard so'mgacha qisqartirish, shuningdek davlat organlari bilan o'zaro hamkorlik jarayonlarida 15 kungacha vaqtni tejash belgilandi. Farmonga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan biznesni 15 daqiqada boshlash tamoyili asosida tadbirkorlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishga bir vaqtning o'zida quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi. Elektron raqamli imzo kalitini berish, bank hisob varaqalarini ochishga ariza topshirish hamda ularni faollashtirish, ayrim faoliyat turlari bo'yicha litsenziya, ruxsatnoma olishga ariza yoki xabarnoma yuborish, ko'chmas mulk ijara shartnomalarini rasmiylashtirish, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchining guvohnomasini olish, onlayn nazorat kassa mashinalarini onlayn ravishda xarid qilish va ularni soliq organlariga ro'yxatdan o'tkazish, yuridik shaxs rahbarini tayinlash va uni yagona milliy mehnat tizimi idoralar dasturiy apparat kompleksida hisobga qo'yish. Shuningdek, biznesni 15 daqiqada boshlash tamoyili doirasida tadbirkorlik subyekti har bir xizmatdan o'z tanlovi asosida ixtiyoriy ravishda foydalanadi. Tanlangan xizmatlar bo'yicha yagona QR kod orqali to'lovni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi. Farmonga muvofiq 2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlarga firma nomiga ega bo'lishga ruxsat beriladi. Tadbirkorlik subyektlarining birlamchi ma'lumotlarini, ismi, familiyasi, otasining ismi, firma nomi, manzili, tashkiliy huquq shakli va yozalar o'zgarganda ushbu ma'lumotlar bo'yicha o'zgarishlar yakka tartibdagi tadbirkor guvohnomasiga litsenziya, ruxsatnoma va xabarnoma avtomatik tarzda idoralararo elektron hamkorlik yo'li bilan bepul kiritiladi. Bunda yakka tartibdagi tadbirkorning ismi, familiyasi va otasining ismi o'zgarganligi haqida ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligining ID kart avtomatlashtirilgan axborot tizimidan boshqa ma'lumotlar tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yishning avtomatlashtirilgan tizimidan o'rnatilgan tartibda real vaqt rejimida litsenziya axborot tizimiga taqdim etiladi. 2026-yil 1-martdan boshlab litsenziyalash va ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari sohasidagi huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun yuridik shaxslarga jarima qo'llanilganda ularning mansabdor shaxslari ma'muriy javobgarlikdan tortish tartibi bekor qilinishi belgilandi. Litsenziya, axborot tizimi litsenziya va ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni olishda quyidagilarni nazarda tutuvchi ixtiyoriy dastlabki baholash xizmati yo'lga qo'yilishi belgilandi. Dastlabki baholash doirasida talabgor litsenziya yoki ruxsatnoma olish uchun xarid qilish, rejalashtirilgan bino inshootlar, moddiy texnika bazasi, asbob-uskunalar, yollash ko'zda tutilgan xodimlar to'g'risidagi hamda boshqa ma'lumotlar litsenziya va ruxsat berish talab hamda shartlariga muvofiqligi o'rganiladi va tegishli xulosa beriladi. Dastlabki baholash xizmati 20 kundan oshmagan muddatda ko'rsatiladi va tegishli litsenziya yoki ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatga berishga arizani ko'rib chiqqanlik uchun to'lanadigan yig'imdan ortiq bo'lmagan miqdorda to'lov undiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.